Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Bugun yana Azbejonni Chortoqda o'zimiz Azbejni qo'rasiga kelganmiz akalar. Videoga like bosib, podдержка deb turing. Inshaalloh bular ma'lumotlarni to'liq beramiz akalar. Lekin bu qo'ylar aksariyat tomoshaga akalar. Videoni oxirigacha ko'rsani akalar, sotuvga ham bir ikkita majburlab qo'ydiramiz akalar. Videodan uzoqlashma, like bosib turing. Assalomu alaykum Azbejon. Assalomu alaykum, javob. Va alaykum assalom. Tuzumsiz? Rahmat. Hozir dam olayotgan yerlardan kelib bezovta qildim men. Qo'chqorga yaxshilab e'tibor bering. Akalar, manzil Namangan viloyati Chortoq 26-aprel kuni Azbejonni qo'ralardan video syomkalarni borib o'tdik. Videolarda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr akalar. Qo'limizdan kelgancha ma'lumotini bildiramiz. Shu bolani mana shu seleksiya qilib mehnatlarini ko'rib yurganimiz uchun ko'p kelib turamiz akalar. Bu mana shunaqa zo'r qo'chqorlarni Chortoqqa mana shu o'zimizni kichkinagina qishloqqa bo'lsa ham zo'rlarni olib ketib shu bolaga katta rahmat qilib, otangga rahmat deb like bosib turing akalar. Bular ma'lumotini bir boshdan tanishtiramiz. Azbejon sahnaga o'tang endi. Bu qo'chqarimiz, birinchidagi qo'chqarimiz qanaqa qo'chqor bu? Yosholigi qanaqa, qayerdan kelgan, buni ma'lumotini birinchi aytib o'tib keting, keyin tillan bolasini ham ma'lumotini berib o'tib ketasiz, keyin sotadigandan ham berasiz, xudo xolasa. Bu liniya Bayar. Hop. Bayar nevarasi bo'ladi. Belek Toshkentdagi Belekka o'g'li bu. Hozir 12 oylik bo'ldi, hali qo'zi tish yormagan. Tish yormagan mana shu qo'chqor. Tish yormadi, xudo xolasa 2 oylik tish yorib qoldi. Mashalloh. Kallaga yaxshilab e'tibor bering. Kallasi bir 6 tish kallasi. Bu quloqlariga nima bo'lgan Azbejon buni qulog'ini nima? Yoshligida kelasi ham singan. Singan holatda shunchalik mana. Mashalloh kalla. Garbonozlikka juda qiziqasiz, Azbe? Ha, u asosan kallaga. Qo'zi deyishyapti mana shuni, mashalloh. Guruch ekan, akalar. Mana shunaqa qo'chqorlar istipkalarga bormaslar. Bugun istipkan zo'r bo'lyapti. Biz vaqtimiz bo'lgani-yu, undan ko'p qo'ylan sotdik. Mana aberish kerak ekan mana. Metr qo'yingni. Metr qo'ying. Akalar metr ekan salkam. Mashalloh mana. 96, 95, 96, 97. Yo'q, mana shu metrda mana. 98 ekan. Buyiga bitta uzunasiga ham qo'yib ko'raylik. Uzunasi vashshi uzun ekan akalar. Stavlari ham moshni. Stavlari ham haddan tashqari baquvvat ekan akalar. Havas qildi lekin. Bitta orqa razrezlarni ham, bitta korpuslarni ham ko'rsatib. Hali oriq. Oy, janavar, orqa ham. Dumba razrezi ham ajoyib ekan janavar. Old korpuslarni ham bitta qaratding, ammo juda it oriq ekan-a. Buni bir pitanisini kuchaytirar ekansiz, xudo xolasa. Akalar, yaxshilab e'tibor bering mana. Qo'chqarimizga yaxshilab e'tibor berib, podдержка deb turing, bu boladan, bu bo'zlardan ham xudo xolasa sizlarga beramiz. Mana janavar, kallalar. Azbejon bu Bayar dedingiz-a? Bayar. Bu sotuvdami yo tomoshagami? Yo'q, sotuvma, tomoshaga. Tomoshaga, lekin biz obunachilarga inshaalloh bolasidan berasiz-a? Xudo xolasa beramiz bola. Akalar, videodan uzoqlashmay turinglar, ikkinchi qo'chqorlarni ko'rsatamiz. Mashalloh deb qo'yasizlar mana shu qo'chqarimiz. Akalar, yaxshilab e'tibor beringlar mana ikkinchi qo'chqarimiz. Qo'za bu ham Azbejon. Qo'z tish, quloq joylashlarni, kalla garbonozlarga e'tibor beringlar akalar. Haqiqiy hozirgi talabga javob beradigan qo'chqorlarimiz mana akalar. Bu qo'chqori ham nomi juda chiroyli ha bu qo'chqarimiz ha. Tilla degan qo'chqor promo'g'li va qibol ekan. Promo'g'li orqa razrezlarni ham ko'rsating. Bu qo'chqor juda yaxshi ko'raman akalar. Skander, klichka Skander. Mana belli tekisligi, oldilarini ham ko'rsating. Oldi tushlari ham mana juda ajoyib. Bundan endi bolalarni oldingiz-a Azbek? Bolalar olib berdingiz-a kerakli odamlarga. Ha, berdik. Tishlarini chinch. Tashabdi bu janavar. Hali qo'ziydi, endi bittasini tashabdi akalar. Mana yaxshilab e'tibor beringlar. Bu qo'y ham tomoshchi. Sotuvga emas-a bu? Bu lina 80. Lina 80. Tillani o'g'li, Qibol Hadarov. Qibol Ergashib, Qibol Ergashib bo'lgan. Yaxshilab ko'ring akalar. Bunga ham mashalloh deb bezlar. Buni tushgan bolalarni ham ko'rsatamiz Azbek. Xudo xolasa bu sotuvda bo'lsa narxini aytib o'tib ketavering. Yo'q, sotuvda emas. Sotuvda emas. Xudo xolasa ishlatasiz-a buni? Ha, xudo ishlatamiz. Xo'p. Buni qo'yaringda endi men soliqlarni ko'raylik akalar mana. Qo'z soliqlarimiz. Bular ham hammasi liniyali soliqlar. Liniyasi bor. Mana yaxshilab e'tibor beringlar soliqlarimizga.
Oo, katta sog'liq qanaqa lino? Qaysi? Oo, bu joyda katta tuz degan linadan, mashalloh. Mana qo'zchoqlar qanday? Qasindan bular. Hop, bular Shularchi birot nevara qizlar. birortasini shularchi birortasini. Mana bularni. Ana shuni shularchashini, mashalloh, ana qo'y. Ana sog'liq. Mashalloh, mana ekan. Quloq necha buni qulog'i? 23 mi deymi? Bularni nevara qizi. Bular sotuvdami, sotuvda emasmi? Yo'q, sotuvda emas. Ishlarni ko'rchi yormaydi ekan. O'zi bo'lish kerak agar. Yo'q, o'tamadi ekan. Azbi bular qaysi liniyadan? Bular tez ma'lumotini atib o'tib ketayim. 5 ta videoni 5 ta va'da berganmiz, sotuvda ham qo'yib beramiz deganmiz. Landras bor, bu yerda Blanding bor. Aha. Afg'on ham bor ekan-a? Afg'on bor. Mashalloh, katta bo'ldi janovar. Mana shu kichkina qo'zimiz qanaqa qo'z? Bu polvon qo'yingiz bolasi, ha? Ha, bu ali tuzli bolasi. Tuzli bolasi, o'n chekkadagi tuzli. O'shani bolasi kasblar. Mashalloh. Bular ichidan birortasini sotamizmi? Yo'q, hozircha buni ichida yo'q sotiladi. Sotiladigan yo'q, ha? Buni qo'shganmiz, o'zimiz. Narigini sotamiz deb niyat qildik, u shekilli ketib qoldi. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Akalar mashalloh deb tomosha qilib qo'yasizlar mana ekan akalar. Haqiqiy ishqiboz bolasida, mana shu haqiqiy ishqiboz, mana shunaqa zo'rlarni mana olib kelgan, izlangan, o'zi yaratgan buni ichida ko'pini akalar. Mana. Endi bundan keyingi ham boshqacha qo'chqorlar ketdi, xudo xolisa bundan keyin undan ham kuchlilarni ko'ramiz. Mana qo'zlar sotilgan, ha bular? Bular hammasi sotildi, bular hammasi Blanding. Blanding. Azbi bu sir bo'lmasa necha puldan sotdingiz bular? 1400 dan. 1400 dollardan. 1400. Inshaalloh juda arzon bo'pti mana shu qo'zlar. Quloq oshlariga e'tibor beringlar. Zo'riga ishqibozlari akalar mana shunaqa zo'rlarni, mana shunaqa haqiqiy seleksiyani tushunadigan odamlar maqsani bitta ikkita qilib sekin ko'paytirib olasizlar akalar. Videodan uzoqlashmay turinglar. Bundan keyingi boshqa qo'ramizga o'tamiz, yangi qo'ramizga. Yangi qo'raga o'tamiz akalar. Bular sotuvda emas ekan akalar, mana ekan qo'ylar ko'ringlar. Mobodo o'zi bilan aloqaga chiqasizlar, nomerlarni qo'yib qo'yamiz, sekin yo'lini topsana, bitta ikkitasini olsana bo'laveradi akalar, zo'rlar. Jivo ko'rsana boshqacha narsalar bular. Videodan uzoqlashmay turamiz. Yaxshilab e'tibor bering, haqiqiy seleksiya natijalari. Bu yerda ko'p qo'zlar sotilib bo'lingan akalar, lekin sotilmagandan ham qolgan ekan, kechroq tug'ilganlar ashlarni iltimos qildi, sotaman dedilar. Va men soliq qo'zlar sotilmadi bular. Sog'liqlar sotilmas ekan akalar. Yaxshilab e'tibor beringlar mana sog'liqlarga. Mashalloh, mana sog'liqlar akalar. Mana elita, mana elita sog'liqlar mana shu yerda ekan akalar. Mana yaxshilab e'tibor beringlar. Mashalloh, mana bergan bolalar akalar. Mana bolalar. Mashalloh, mana qo'zlar. Bularni ko'rsatgan sarimiz ko'rsatgimiz kelaveradi-yu, lekin sotuvda bo'lmasa bular nima kerak bu? Tomoshaga akalar, mashalloh deb qo'yasizlar mana ekan akalar. Mana shu qo'zini bitta ushlab ko'rsatingchi. Zo'r pul bersa ham sotmassin. Bitta ko'rsat, kallani ko'ring akalar. Bu qaysidan bu? Azizbek qaysi qo'chqor? O'g'limi, qizimi bu? Janavar. Tillanikimi bu ham? Skender o'g'li ekan mana akalar, mashalloh. Bu nima deyapti? Bunga nima kerak bu? Abasi yo'qmi buni, Azizbek? Mana akalar, yaxshilab e'tibor berib qo'yasizlar qo'chqorchaga. Mashalloh. Uni qara, mashalloh. Bu yoqdan kelgan-a? Bu ham Iskandar. Iskandarni bolasi. Mashalloh, inshalloh e'tibor beringlar. Ko'rsatmayapsiz, mashalloh. Azizbekjon, buni sotuvdagilarni ko'rsating bizga. Bu videoni cho'zgan sarimiz bu qo'z qiynalib ketyapti baribir. Bizga sotuvdagilardan o'sha va'da qilingan qo'ylarni ko'rsating, ko'rsataylik bu akalarga, ukalarga. Yangi seleksiya boshlaganlar chiroq tarbiya qilib o'zlariga zot qo'yilsin. Akalar, kuzatib turinglar, haqiqiy sotuvdagilarni ko'rsatamiz. Akalar, yaxshilab e'tibor beringlar, och. Bitta kiranchi chiqaring. Mana akalar. Bular Azizbekjon qaysi birlar sotuvda? Bu ham kallalar ajoyib ekan-ku. Bu yerda ikkitadanmi bolalar, Azizbek? Yo'q, bittasi mana Iskandar o'g'li. Mana? Yo'qda, ha. Bu ham sotuvda. Bitta qo'chqor qoldi Iskandar o'g'lidan, qolgan hammasi sotildi. Mana shu bir dona qolgan. Shu qolgan, bir dona qolgan. Iskandar o'g'lidan qolgan hamma. Buni sotamiz. Bitta shuni sotamiz. Narxi-chi? Narxi yengil aka. Telefondami yo hozir aytib o'tib ketaverasiz? Aytaman, o'tib ketaveramiz. Nechi pul taqalganini ayting. Ozmoz sunnatiga o'tib beradigan. $1200 aka. 1200 dollarga ozmoz sunnatiga o'tib beradigan yeri bor.
Akalar, shashla aloqaga chiqasizlar. Men o'zim Temesda bo'lganman, 2,5-3 mingdan sotilgan bu qo'zilar. Endi holatiga qarab hammasi ham akalar. Endi buni katta qo'ylarimizga qanaqa ma'lum? Mana millionlini. Millionlikni. Ha, million bolasi qo'chqor, landrasi, nevara landrasi o'g'lidan tuqqan. Bolasi bittami, ikkitami? Bitta buni bolasi. Ana shu qo'chqor. Mana shu boravishdagi Svetli ashini bolasi, ha? Bu ena bola nechi pul yo bolasini o'zini sotamizmi? Ena bola. Mana enasiga ham Bolasini o'zini deganligi, bolasini o'zini sotamiz. Yo, enasi bilan ber desa, enasi bilan beramiz. Farqi yo'q. bularni ham narxini tastasini aytib ketadi. Ena bola 3000. $3,000, ha? Ha, ena bola. Mana shu bolasi, Shu bolasi qo'chqorchi. bolasi o'ta go'zal ekan janavar, qo'chqorchi. Endi mana yoqda yana likni, lishni qo'yiribdi. Bular qanaqa? Mana shu bitta qo'chqari bor, sog'lig'ini sotmaymiz. Ha, yanada yash. Ha, kelishsak, xudo xohlasa sutdan chiqarib bering. Qaysilis qo'chqor? Mana shu qo'chqor. Mana beqidagi, mana shu emas. Bu necha oylik bo'ldi? Bu ota-onasi qaysi buni? Buni landrasi o'g'li. Landrasuli, onasini liniyasi Shirokilini. Shirokilini bu qolar ekan. Akalar, yaxshilab e'tibor beringlar. Omman tillan o'g'illar ajoyib chiqargan, ha, mashalloh. Mana o'tdi, g'alat man kallalari ham. Keladiganligi mana bu. Qon keladiganlarga shashla aloqaga chiqarasizlar akalar. Bu ena bolamizning narxi $3,000. Ana uni bolasi nechi pul endi? Uni kichkintoy. Bolasini o'zimi? Ha, bolasini o'zini bittasini sotasizmi? Ha, bolasini o'zi o'sha bitta qo'chqarni sotamiz. Hop, nechi pul bu? Kelishamiz aka, u muammo. Kelishtirib tashlasa aytamiz obunachilarga o'tib. 1200 berishsin. 1200 emas, yana kelishtirib 1000 berishsin. 1000 ga yana telefon qilsa yana kelishasiz. Xudo xohlasa. Akalar, videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr. Kimga qanaqa qo'y so'ragan bo'lsa, ana mana shu qo'radan ma'lumotini to'liq olaverasizlar akalar. Pastga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Mana qiziqqanlarga haqiqiy zot yo'nalishdagi qo'ylar. Sekin ichini topsa, mana qimmat qo'ylari ham bor ekan akalar. Kelishtirib beradi. Shashli aloqaga chiqarasizlar. O'zimizning Namangan Chortoqda yashirin qo'yxonasiga ham o'tdi akalar bugun. Bu yashirin qo'yxona ekan bu qo'yxona. Mana shu ikkalasini olib ketaman mana, xudo xolisi. Mashalloh mana. Mana o'rganib qoldi bular, mana. Kelaveringlar, mana. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr. Kimga qanaqa qo'y kerak bo'lsa, bizga yo'nalsani, xudo xolisi bundan ham zo'rlanib kelib beramiz.